Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada Sıdıka Cüruzu. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islağa 2021 yıl 1. ayının 28. günü vatandaş. Vaziyet doğrusu diyeni sizlerge bir kelime. Özüge has, yani öz aldığı tayyarlığın degендek birinci bulup, yoki xabarda orijinal tayyarlab xabar qildi degендek. Prezident Joe Biden sobiq prezident Donald Trumpning jungo siyosatiga varislik qildi. Amerika jungo bütün sap bo'yicha xo'jayinlik talişeş başlandı. Jungo Janubi dengizde her bir tahdit payda qildi. Köpçükket pulga qaraydigan yillar. 1. ayının 28. günü YouTube. Tayvan'da dağınlık işke torbiti bar idi, biri pul qaraydigan yillar hükümet tarafından. Yani birisi halkılık peytle. O hükümet tarafından. Hazır bugün 2-3 gün oldu mu, bir haftadak oldu mu halkılık peytle toxtab qaldı mı qandaq? Lekin pul qaraydigan yillar bu hükümet tarafından. Erqa parçıparat torbetler emasçı mı vatandaş? Hükümet taraf botturğu çıqagan torbiti. Bugün nimi dedi ana? Hazır Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Joe Biden avvalgi hukumatning jungoga qaratgan siyosatiga varislik qildi. Tamam vatandaş. Tamam degan gap mana bundaq. Endi sizlarga anglatadigan leksiyamiz bundaq, hurmatli vatandoshlar. Prezident Joe Biden jungo meselesida qo'lini qo'yib etmaydi. Xi Jinping jiddiylashdimi? Mavzuli xabar 1. ayning 27. kuni Erkin Osiyoning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Prezident Joe Biden vazifaga o'tirgandan keyin Amerika-jungo munosabatini yaxshilamoqchi bo'ldi. Davlat raisi Xi Jinping yangi so'g'oq munosabatlar urushi qilmaymiz. Ko'shtiklar ojizlarni bo'zaq qilmasligi kerak. Degandan boshlab bosh elchi Su Tiankayning ikki davlat olg'a qarab ilgarilayli deganigacha. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti tashqi ishlar ishxonasining mudiri kelar hafta Amerika to'g'risida suhbat bayon qilgicha. Jungoning bu ishlari qarta Washingtonning inkosi so'g'oq bo'ldi. Mutaxassislar mundaq tahlil qildi. Jungo jiddiylashdi. Yeli mikir ve sol çağrılar tugab bo'ldi. Ko'pchilik. Amerika Savdo Ministerligiga nomzod qilib tayinlangan Gina Raimondo 26. kuni guvohlik berish yig'inida mundaq dedi. Jungo adolatsiz savdo bilan shug'ullanyapti. Amerika işçileri ve şirketlerine mecburlaş karakterlik ziyan saldı. Jungo kişilik hukuk eğer tecavüz kılgıcı baş cinayetçidir. Amerika aktif ve faal hareket kullanıp takabül turish kerak. Vazifega o'tirgan davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Jungo Xinjiangda yo'lga qo'yayotgan irq yo'qotish siyosati to'g'risida
chiqarilgan hukmni qo'llayman. Gerçi Tony Blinken davlat ishlar kotibi avvalgi hukumatning konkret tadbirlariga qo'shilmasimi? Lekin Donald Trump hukumatining Jungoga qaratgan qattiq pozitsiyasi to'g'ri dedi. Amerikada Prezident Joe Biden yangi tayinlangan davlat mudofaa ministri Austin mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika duch kelgan zo'r tahdid va xirasdir. Jungo Amerika duch kelgan zo'r tahdid va xirasdir. Oqsaroyning bayonotchisi Jenny Psaki mundaq ko'rsatdi. Jungo davlat ichida zo'ravonlik qilyotidi. Davlat sirtida texama qo'pollik qilyotidi. Amerikaga ro'shan xiris paydo qildi. Prezident Joe Biden strategiyalik o'zini tutib olish shaklida Jungoga taqobil turdi. Prezident Biden hukumati kabinet a'zolari Jungoga qarshi qattiq maydonini ko'rsatmoqda. Savdo urushi masalasida Suytiyankay yana nima dedi? Agar yana kimdir birisi yana qattiq qo'l siyosat bilan Jungoga muomala qiladigan bo'lsa, Jungo qo'rqmaydi. Adaqcha elishidi.